Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammamizlar sport bilan 100 kun onli challenge'imiz bugun 80-kundamiz. Barchalarda Qurbon hayit bayramlaringiz bilan muborak bayramimiz yaxshi o'tkazib olinglar. Bugun aytib bermoqchi bo'lgan voqeamiz ancha yillar avval bo'lib o'tgan, ya'ni ikki guruh insonlarni ajratishadi, ya'ni tajriba uchun, ya'ni ularning muhabbatini, sadoqatini bilish uchun ajratishib turib, birinchi guruh vakillariga kelishgandan keyin yonlariga sho'rva olib kiriladi hamda uzun dastali qoshoqlar beriladi. Ya'ni darvesh qoshoqlar deb qo'yiladi. Ovqatlanish buyuriladi, ya'ni uni uchidan ushlab, o'rtasidan yoki boshqa yerdan ushlamasdan ovqatlanish buyuriladi. Bo'pti deyishadi, ovqatlanish boshlashadi. Sho'rvalarga solib turib qoshiqda endi og'ziga olib kelmoqchi bo'lishar ekan. To'kib yuborishadi. U yog'iga to'kiladi, bu yog'iga to'kiladi. Xullas, ovqatlana olmay och holda chiqib ketishadi. Endi ikkinchi guruh vakillari keladi. Ikkinchi guruh vakillari kelishadi. Yonlariga sho'rva olib kelinadi. Avvalgi gap takrorlanadi, ya'ni qoshiq dastasini uchidan ushlaysizlar, o'rtasidan yoki boshqa yerdan ushlash mumkin emas deydi. Xo'p deyishadi. Qarashsa, sho'rvani og'ziga olib kelisha olmayapti. Ular bir-birini ovqatlantirishni boshlashadi. Ya'ni o'ziga olib kela olmayapti, sherigiga bera oladi. Uchidan ushlab qoshiqda bir-birini ovqatlantirib, to'yib chiqib ketishadi. Qissadan qissa shuki, ba'zigilar sadoqatdan, muhabbatdan, mehrdan yoxud yana allambalo narsalardan bong yurishadi, ammo bu narsa tilidan qalbiga ko'chmagan bo'ladi. Hamda och chiqib ketishadi. Endi ikkinchi guruh vakillari bo'lsa, ularda mehr, vafo hamda sadoqat degan narsalar qalbida bo'ladi. Shuni yuzasidan qolganlar to'q bir holatda ketadi. Ya'ni bizda ham shunday. Bu dunyo dasturxonida agar faqat o'zimizni o'ylasak, och chiqib ketamiz. Agar boshqalarni ham o'ylasak, ularning muammosiga yechim qidirsak, o'zimizga ham muammolarimiz asta-sekin yechim topa boshlaydi. Shuni ulashib berganimiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.